Hurmatli baliq ishqiboz akalar, kuzatishda davom etyapsizlarmi? Bugun ham 1-2 soatga dam olgani tushdim. Hozir keldim mana. Lekin yaxshi tomoni tashashimga urdi. Yaxshilab urdi. Buni ham, uni ham. Значит, bugun yaxshi bo'lar ekan. O bukilib ketyapti. Kavon teng urma. Bittadan urish. Men ulgumayman. Telefon ishlaymanmi, syomka qilaman. Qo'yverma, endi tortdingmi bir yo'la tort. Yaramas. Böyle. Yanuchi qo'yverdi. Natija bo'ldi. Karast enas. Bunaqasini hali ancha munchasi tutmagan. Men tutdim. Ko'rinyaptimi o'zi? Karasti o'shim kattasi. Просто karasti bukasini ushladik mana, bukasi. Mana bukasi. Telefonni qo'yib tursam bo'ladi. Ketma. Yapçık oluşup geleydi. Oluşum bukası. Az. Merakeler. Karastı bukası. Görü oluyla. Oluşum gigant karası. Görüyorsunuz bana. Ağzı beni sizlerge ispat dalili bile. Bu ayağım. Qancha katta ko'ryapsizlarmi? Havaskor ukalarimizga maslahat beraman. Karmada o'zingizlar bilasizlar. Tortganda katta narsa ilashadigan bo'lsa, buni narsasini qo'yveringlar ozgina. Mana buni. Qo'yvergan hisobinglarga baliq naryoqdan urganda kuch keladi unga вообще. O'zi bilinadi, qo'lingiz kuch kelganda bilinadi. Buni qo'yversangiz, malondan leskadan ketib turib, xullas uzvermaydi yoki ketib qolmaydi. Buni ham dana qilganmiz mana. Qo'yib qo'yganmiz xoli qilib. Nima uchun? Deylik hozir sazan tortdi, bukiverdi. Qancha tortsa ham чтобы tish ketmasa uzvermasa bo'ldi. Sekin eplab keyin aptivasiylar bo'ladi. Bilmaganlar uchun bildirish. Endi lozim topdik. Havaskorlar qatirib qo'yadi buni. Keyin katta baliq chiqib qolsa, keyin tortib turaveradi, ketib qoladi, tars etib uzveradi. Shuning uchun ashuni qo'yiveringlar. Esidan chiqib qolgan akadagi eslatma. Ana karasti bukasi. Mana oyog'im. Ko'rasizlarmi qancha? 1 kilo. Bunaqasi faqat menda bo'ladi, menda. 1 kilolik karasi. Akalarim, mana ikkinchi natija, mana qarama bugilib yotibdi. Balamadi, lekin hali uni basharasini ko'rganim yo'q. Lekin bilmayman qanaqa narsa ekan. Juda vahimaga o'xshayapti. Kuchaytirma. Katta, slishim katta. Ko'rdinglarmi foydasini? Qanaqalar ketaveradida. Shu aytdim sizlarga fikserini qilib shuylar dedim. Endi telefonni nasıl koyayım?
Sirli foydasi mana yuklarda bilinadi. Katta narsa, katta. Ana bukilib ketdi. 3-4 kilolik narsa. Oy, bosimda qaranglar, voобще bosh bosim. Juda zo'r. Ko'rdinglarmi ketishini sharillab? Ancha aytdim sizlarga. Qarmoq bukilib yotibdi. Bitta narsani olib chiqish oson emas. Uni olib ketdi to'g'risi. Qo'lim voобще olib ketdi. Mayli. Roqqa chiq, sal ko'rsat o'zingni. Katta ekan silish. Silishkim katta. Silishkim katta. Amurni noktalar. Amurni ishlatma. Chiqishim qiyin bo'lib ketdi ya. Buni yana ham bo'shatasizlar yaqinroq qo'ylaylik. Degandan keyin kaltaytirib. Hoyittirib. Şimdi yonilarga javob qilib, sekingina olasizlar, короче. Mana akalar. O'sha bizni bu yoqdan bu yoqqa o'ynatayotgan balon mana shu bo'ladi. Mana. Xullas akalar shunaqa gaplar. Sekingina qopga tushirasizlar. Qopam mana qarasi turibdi. Siqsa bo'ldi. Voy biля, qizil qopim lim bo'lib qoldi, lim bo'lib. Mana qopga tushdi. Shuna qilib baliq ovlaysizlar akalar. Bo'ldi. Ish bitti. Sog' bo'linglar.